Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Kuni kecha Yashnobod tumanida bir necha avtomototsikllar ishtirokida qo'pol qoida buzarlik sodir bo'lgan yo'llarda ushbu holat bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va qidiruv xodimlari bilan birgalikda ushbu avtomototsikllar ushlanib va jarima maydoniga joylandi. Bo'lgan holat o'sha KFCda forum oldida ko'pchilik yig'ildi. Soat 1:30-2 edi kechasi. O'sha yerda ko'pchilik yig'ildi, mashinalar, mototsikllar bor edi. Mototsiklni balon aylantirib tutun chiqarildi. Shunaqa xato qildik. Bu narsani bizga tushuntirishdi hammasini. Shu xatoyimizni tushundik, bilib qildik, atinglar. Aybimizni tan olamiz, uzr so'raymiz. Xatoning hammasini tushundik, boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishim noto'g'riligini tushundim, tushuntirishdi menga bu narsa noto'g'riligini. Va o'sha yerda kimgadir noqulaylik tug'dirgan bo'lsa, bu narsa uchun uzr so'rayman xalqimizdan. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa bunaqa narsa qaytarilmaydi. Mototsikl shofiraman. Kecha skverda ozgina o'yin kulgu bo'ldi. Yoshlik qilib mototsikl orqa balonni tutatdik. O'sha videolar tarqalib ketibdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Uzr so'rayman. O'zingizni tanishtiring. Anvar Fadulloh, kecha skverda shu mototsikllar haydovchisiman. Kecha o'yin kulgu botudi, odamlar yig'ilotdi. Shunda orqa balonni tutatib yoshlik qilib qo'yamiz. Mumkin emasligini bilamiz. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Bu narsa mumkin emasligini bilamiz. Hech kimga maslahat bermaymiz. Ko'rib turgan ushbu qoidabuzarlikka qonuniy chora ko'rildi. Avtomototsikllar jarima maydoniga qo'yildi, haydovchilarga esa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'ylaymizki, ushbu haydovchilarimiz o'ziga xulosa qilgan holatda keyingi safar bunday qoidabuzarlikni sodir qilmaydi degan umiddamiz. Yo'l harakat qoidalariga amal qiling har doim. Chunki yo'l qoidasi umr foydasi deb bejiz aytilmaydi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Bizani kuzatishda davom eting.